Assalomu alaykum do'stlar. Bugun mashina signalga bel qo'yishni o'rganamiz, ko'ramiz. Bu ikkita prodamiz signalga kelgan proda bo'ladi. Bu yerda ko'rib turibsiz, relada yozuvlar bor. 85 va 86 oyoqlarini mana shu ikkita prodani bilamiz. Plus minus bo'lmaydi bularda. 85 tarafdan bir prodani bilamiz, 86 tarafdan bir proda bilamiz. Do'stlar, hozir signalni davom etamiz. Yerinden birinden uzun videonu ko'rib boramiz. Do'stlar. Qani do'stlar, aytganimizdek ulab oldik. Qani signal bosib berading. Ko'rishingiz mumkin. Signal bosgan vaqtida relay ishlab turibdi. Shu 85-86 na, ya'ni signalga zavодской signalga kelgan prodani ulaganmiz. Shu bilan shunday signal ishlab turibdi, ya'ni relay ishlab turibdi. Şimdi bu yoqdan qaraganda bu yerda 30 oyoq bo'ladi, kasaga turgan. 87. Hozir biz 30 ni oyoqdan tok beramiz akkumulyatordan. Постоянный plus. Bu esa signal chiqib ketadi, ya'ni signaldan mana bu shtekkerning bir tarafiga, bu signaldan bir shtekkerning bir tarafiga keladi. Hozir bunga akkuratniyat proda bilab, buni kabelini baland olib chiqamiz. Buni ham baland olib chiqamiz. Videoni ko'rib tursanizlar, buni ishlashini ko'rasizlar. Do'stlar, hozir yana bu 87 tarafına dokuz verdik. İki tarafına sinyal çıkıp ketadi. İyi. Sinyalni massasini bilamiz bu yerda. Massasini dinlab kelganmiz. Hep kelib turib, relay qo'yganmiz. Basing hadi sinyal.